Mana ovqat yeb qo'yib abi itga berib yuboraman degandim degan ovqat yeganmisizlar hech? Bilasizlar u kim tarafidan aytilishini bunaqa haligi xo'rlanilishinglarda. Bir marta misol aylar mana ishni qilib qo'y deganda, dichadan keyin men hozir ishlarim tugatib oladi, oz qoldi men darsimni qilib olay degan meni o'rganman. Misol musorlarni tashlab keldi kelib turib. Bo'pti, 5 minutdan keyin siz hop deb indamay ketadi. 1 minut ham o'tmaydi, musorni olib sekin oldingizdan o'tayotgan bo'ladi. Keyin hali sizga yengil eshitiladigan qilib gapirib beradi. O'lmagan meni jonim, men qila olaman. Bitta men borman bu uyda. Bitta menga kerak yo'q bu deb beradi. Dada bilan uni deb bo'lmaydi. Misol qaysidir ishni qildik, ota kelib turib, "Moshni qilib qo'y" deyaptim. 5 minutdan keyin siz mana shamol tezligida poq etib umringizni oxirigacha hech qaysi ishni 5 minutga qoldirmaysiz. O'layotgan bo'lsangiz ham.